Assalomu alaykum hammaga. Bugun yangi izoh, yangi setup, yangi Nasdaqdagi long setupni ko'rib chiqamiz. MXM modeli bo'yicha. Har doimgidek long term perspektivdan boshlaymiz. Bu bir haftalik time frame, one weekly. Mana ko'rishlar mumkin. Weekly time frame. Hop, weekly time frame'da bizda nima bor? Birinchi weekly time frame'da order block, shunaqa order blockdan reaksiya olgan. Orderbookdan reaksiya olganini ko'rdim va target judayam chiroyli PVG target edi. Yaqinda edi. Shuni target qilmoqchi bo'ldim, uni target qilmoqchi bo'lmadim. Bu bizda magnit zona sifatida edi. Bu PVG magnit zona sifatida edi va bu hafta shu PVGga chiqib qo'yishi mumkin. O'sha почти chiqdi. Hop, bir haftalik time frame'dan bir kunlikda ham nimadirlar bor edi. Bir kunlikda ham judayam yaxshi FVga bor edi. FVga birodarlar ikkinchi marta ishlayotgan FVga bor ekan, judayam chiroyli. FVga bayga hop, mana shu FVga oddiy narsa bo'lsa ham tushuntirib keta qolaman. Bu daily time frame'da mana hech ko'rinmayapti. Mana bu yerda bitta FVga bor edi. Bu bir marta sellga ishlab berdi. Ya'ni short. Keyin u FVga tepaga yorib o'tildi va narx yana shu FVga qaytdi va keyin long, ya'ni bayga ishlab berdi, tepaga ishlab berdi. Hop, davom etamiz. Keyin FVgadan keyin hop, bo'ldi dailyda shu FVga ko'rdim va keyin bizda albatta market maker modelimiz bo'yicha bir haftalikdagi order blockdan ishlayapmizmi? Demak, bizga H4 time frame kerak bo'ladi. H4 time frame. H4 time frame'da men nimani ko'rdim? H4 time frame'da go'zal targetimiz bor edi, joyida edi. Va market long ishlash uchun juda ham ko'p tasdiqlar ko'rdim. Hop, birinchi tasdiq. Albatta mana bu. Hozir tasdiqlar hammasini ko'rsatib ketaman mana. Короче, MSS hammasi bo'lgan. Короче, nimadirlar endi o'zinglar bilasizlar. Hop. Va H4da bizda order block bor edi. Mana bu switch. Shunaqa. Bu judayam it's a very important order block for market maker buy model. Va mana bu o'ta go'zal buy side target joyimiz edi bizning. Mana bu FVgani yopish kerak edi. Juda короче, bayga men juda ham yaxshi tasdiqlarni ko'rdim bozorda. Va keyingi time frame'imiz H1 time frame'da ham juda chiroyli narsani ko'rdim. H1da nima bor edi? Mana o'sha H4 order blockimiz. H4 obi. H4 obimizni ichida H1da narx. Mana bu yerda juda ham yaxshi. Long term low hosil qildi. Long term low. Va bundan keyin CICD. Bu CICD obi. Plus
buni hobby plus hobby cd deb olsak bo'ladi. Va mana o'zinglar ko'rib turibsizlar, bu targetga kelaverdi bugun. Va men buni qachon ko'rdim? Men bu masalan soat 9da uchib ketibdi. Nyu-York 9da uchib ketibdi. Men narx mana bu yerlarda edi adashmasam. 7larda edi. Men mana bu yerda kanalga tashladim to'g'rirog'i. Mana bu yerda bir kanalga mana buni tashladim. Nimani tashladim kanalga? Kanalga xuddi Emom albatta weekly bilan boshlangan market maker modelimiz M15 ga yetib keldi. Weekly 8 va M15 bo'ldi. 8 order blockimizdan M15 da entry qilishimiz kerak edi va o'sha yerda yana bitta M15 order block bor edi. Xuddi 8 order blockka o'xshagan. Mana shu order block bor edi. Va mana bu yerda narx biroz accumulation bo'ldi. Ozgina bitta anaqa bo'lib qoldi. Keyin mana shu low'ni sweep qilib, ozgina tepaga qaraganda hamma bo'ldi, ketdi, hobbyga kelmadi deb turgan edi. Bir vaqtda men nima dedim? Mana chatda ko'rsataman. Hop, mana buni 17:38da tashladim. M15 hobbydan confirmation qilib, короче, entry dedim M15 hobbydan. Insonlar no bro, qaytmaydi H1 hobbygacha deb kimdir yozibdi. Jasurbek bratimiz уже ketdi. Bozor уже ketdi. Sizni order blokingizga qo'yib qo'ygan holatda bozor survoryapti, bratan. Nimadir qilmasangiz bo'lmaydi. Kelmasa men kirmayman bro, menga sal pasayroq dedim. Va bro yana nimadirlar dedi. Yana kelsa kirsa bo'ladimi H1FBga dedi. Balki bratni bezu bitkasini stopni oldi. Keyin men H1FBga kelsa kirsa bo'ladi dedim. H1FBga kelsa. Men H1FBga dedim. H1 obi, короче, shuni tushunib oldi brat. H1 obi, H1FBga yo'q edi. H1 obi bor edi o'sha. Va ko'rib turganingizdek hammani stopini qo'yib qo'ygan holda meni H1 obiyimga narx yetib keldi. Va albatta bizda stop doim entry obiydan bizda stop doim long term low long term low nima intermediate term low bu. Adashibman guys, intermediate term low. Komment yozib, negativ yozib o'sib qilmagan bo'lsanglar, mana stop doim mana shu yerda bo'ladi. Mana bu yerda, mana bu yerda. Intermediate term low'dan keyin mana bu yerda yana qanaqadir low bo'lsa, hech qachon unga qo'ymaysizlar. Har doim stop intermediate term low'da bo'ladi. Va bizda error 2 edi xolos. 2 error yetadi bizga dedik. 2 error yetadi degandik. Mana 2 error yetadi bizga guys. Mana bu yerdan Shoh akamiz ham bu Shoh aka emas, Shoh akamiz, Shohi soqqamot bratan o'zlarini anaqalariga SNR strategiyalariga asoslangan holda bayt qilib tashlagan edilar. Va mana ko'rib turibsizlar, обработка juda chiroyli bo'ldi. Impulsniy обработка. Va YouTube'ga bu hafta video qo'ymadim. Bu hafta hali video ko'p bo'ladi do'stlar. Xullas shunaqa qilib bizni tekimiz go'zal holatda olib berdi. 15-20 daqiqa qancha vaqt qoldi? 1, 2, 3 ta 45 daqiqada o'sha 2 yerda olib chiqib ketdik bozordan. Do'stlar, agar hech bozor sizlarga men H1 obiyga kelmayman, men diskountga tushmayman, discountingni qo'yib qo'ydim desa hech qachon ishonmanglar. Men nimadan ketmaydi hali. Chunki bozor hali diskountda emasdi. Bu yer mandan уже bo'ldi dedi bir ikkitasi, Jasurbek brat, yana bir ikkitasi.
Yo'q. H1FVga bu juda kuchli CI/CD. Uni ustiga butun diskauntni egallab turibdi. Bu judayam kuchli degani. Va yana bitta sizlarga sekret emas, bitta narsani gapirib ketaman. Agar sizlarda order blokinglar o'zidan ikkita yonidagi svichadan pastroqda o'sha ikkita yonidagi svichani svip qilgan hamda yana bir boshqa lovni xuddi mana bunga o'xshab svip qilgan bo'lsa, bu o'ta kuchli order blok degani. Svip qilib, просто mana tepaga chiqdi va do'stlar shunaqa короче. Va hech qachon hech kimga hozir GBPga, yevroga, tillaga qarashni maslahat bermagan bo'lardim. Bunday paralarga qo'yib qo'ygan holatda men mana bu analizda qolaman. Bu kanalga tashalgan o'rtoqlar. Yo tepaga ketgisi yo'q buni. Yo manimcha juda pastda FVga qoldirib ketdi juda katta. Bitta retest berishi kerak. Dalishi ishlashni iloji yo'q. Chunki o'zi uchida turibdi. Shunaqa gaplar. Shuning uchun Nasdaqda o'ta go'zal zilkamizni tushuntirib berdim hozirgina sizlarga do'stlar. Don't worry, be patient. Xayrli kun tilagan holda SciFX bo'ldi sizlar bilan. Hammaga yaxshi kayfiyat do'stlar. Bu hafta yana 2-3 ta video bo'ladi. Har kuni почти bittadan video bo'ladi. Bugun today is chorshanba. Bu video chorshanba kuni kechasi olinyapti. Короче, shunaqa. Shanba kuni ham video bo'ladi. Bu videodan nimadir o'rgandinglar degan umiddaman. Agar qanaqadir shu qilingan analizlarni tushunmagan joylar bo'lsa, kommentga yozishinglar mumkin. Nima yo bo'lmasa MMX ham personal approach darsini ko'rib chiqsanglar, hamma narsaga tushunasizlar. Poka, ko'rishguncha ro'zalar bilan charchamanglar guys. Trade'larga omad.